Ayollarimizni nimaga o'xshatamiz? Kimdir arraga o'xshatadi, kimdir ilonga o'xshatadi, kimdir chayonga o'xshatadi, kimdir suv ilon deb qo'yadi. Ilon emasdi, suv ilon bo'ladi deydi. Kimdir tulki deydi, boshqa deydi. Payg'ambar alayhisalom nimaga o'xshatdilar? Payg'ambar alayhisalom o'xshatganlarni qaraylik. Anjasha degan sahobiy bor edi. Bu kishini ovozlari juda ohangga solsalar chiroyli ekanda. Payg'ambar alayhisalomni ayollari o'tirgan tuyalarni yetaklaydilar. Shunda u kishini anjashani ovozlarini mayilligiga, xirgoyilariga tuyalar ham oyoqlarini tashashi o'zgarib ketib qolar ekan. Payg'ambar alayhisalom rifqon bil qawarir dedilar. Ey anjasha dedilar. Tuyani ustidagi chinnilarni ehtiyot qilgin dedilar. Payg'ambar alayhisalomning so'zlari. Sindirib qo'ymagin ularni, ozor berib qo'ymagin ularga dedilar. Mana qaraylik. Payg'ambar alayhisalom nimaga o'xshatyaptilar-u, biz nimaga o'xshatamiz? Ahli ayollarimizni yaxshiliklarini oshirib qiladigan bo'lsak ham, kun kelib albatta to'g'rilanadi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Ayolingni ba'zi sifatlariga sabr qilgin" dedilar. Oyat karima ham o'zi aslida shunga dalolat qiladi. Ayollaringlarni qaysidir xulqlaridan norozi bo'lsanglar deydi, yomon ko'rsanglar deydi, Alloh aytayapti buni. Va asa an takrahu shay'an. Biror bir yomon ko'radigan narsalar bo'lsa ayollaringlarda, fayaj'alallohu fihi khayran kaseera deydi. Ajabmaski, Alloh sizlar uchun ayollaringlarni ba'zi yomon ko'rayotgan ishlarda ko'p yaxshiliklar bergan bo'lsa sizlarga ajab emas deydi. Peshanamizga shunaqa odam bitgan ekan deydi, nima qilamiz deydi-ku. Shu sabr, bardosh bilan turishlikda ham ko'p yaxshiliklar bo'lishligi bor ekan. Sendan sadece dikkat istedim.